qani bundoq qilamiz. Voy, qaraysiz. Katta kishi bo'lasizmi? Qani, xo'p. Tuxumlari joyida, o'ng tarafi yaxshi, o'zlamoqda, chapi ham yaxshi. Xo'p, bulbuli endi eshigi ochiq, uchi ochiq ekan, ko'r deydi, ya'ni femoz deyiladi buni. Ko'p qismi yopiq. Teglaridan ko'rayotgan bo'lsangiz, tuzlari bor. Oq-oq ko'ryaptimi sizlarga? Mana. Oq-oq tuzlari bor. Mana endi buni tozalash kerak-da. Agar sog'lig'i joyida bo'lsa, buni kesish kerak bo'ladi. Agar pediatr ruxsat bersa, bulbul tayyor, bemalol, bexavotir bir yog'i kichkina turadi. Tabiiymi? Ha. Tuxumi endi yomon emas. Yoshiga norma. Shunaqa kattasi ham shunaqa. Yoshiga norma. Yo'q, yaxshi. Yaxshi rivojlanmoqda. Zo'r. Hali tomoni kichik.